Mana shu ko'rib turayotgan mebellaringiz 7 million so'm ekan. Общий nabori, narx вообще dahshat-ku. Qaranglar, mana shu chiroyli mebel 7 million so'm. Agarda bizni kanal nomidan kelsalaringiz agar Umid aka o'zi ketgani bo'lmasini qilaman deyaptilar. Mana shu ko'rayotganlaringiz ham 7 million so'm ekan. Qaranglar, общий mana shu 7 million so'm bo'lyapti. Mana bunisiga nechi baho? Mana bu mebelimiz 8 million so'm ekan. Polniy nabori bilan bu tomonlarini bitta operator ko'rsating. Qaranglar, mana bu ham polniy nikellik, tillachalik qilingan. Xo'p, ichkariga kiramiz. Umid aka berdi ekanlar. Umid aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Aka, keling aka, nasib bo'lsa bir mebellarni yoritishga aka, uncha ko'p aka mebellar aka. Xudoga shukr, 2 etaj. Tepadamizda ham mebellarimiz bor. Mana bu modelimiz bor. Yaxshi sotganmiz. O'tgan ham buylar ham xudoga shukr trendda. Buni narxi sizning obunachilaringizga 5 million 300 ming qilib beraman. 5 million 300 ming. 5 million 300 ming. Uzunligi 240, balandligi 215. Zo'r. Spaniyalar 170 ga 210. Parolama chelkada bo'ladi. Trimosi svitilnigi bo'ladi. Yana svitilni dababishtinisi bor. Ziylar yonib turadi. Trimolar. Shunda общий nabor bo'lyapti. Nabor bo'lyapti. 100% davchikdan ishlangan bu. Mana. Eshiklari. Mana bu tomoni polkaliklari, mana. Mana bu tomoni uzun ko'ylakli. Mana buning ham narxi bu 240. Kupili varianti mana. Kupili varianti. Mana buni zumdagi ochilaveradi. Mana buni polkaliklari. Mana bunisi. Buni ham 100% vakuum qilib beraman eshiklarini. Buni narxi 5 million 500 qilib beraman. 6 million sotganmiz buni. 6 million sotilgan. 5 million 500. 5,5 million so'm qilib beramiz. 5,5 million. Xo'p. Keyin mana bu yana yangi modellarimiz bor. Ularni ham kelishtirib beramiz. Qarang. Mana buni 8,5 million sotganmiz. Bu ham 100% davchikli bo'ladi. Buni narxi 8 million qilib beraman, komplet. 8 million. Siz obunachilaringizga. Har bitta mebelimizdan 500 ming so'mdan tushirasiz. 500 mingdan skidka qilib beraman. Siz obunachilaringizga. Gap yo'q. Har bitta ko'rayotgan mebellaringizni o'zi bizdan narxi navolarni yoritamiz-ku. 500 ming so'm skidka qilib berar ekanlar. Xo'p, mana bunimiz 7 million so'm bo'lyapti. Общий nabori, to'g'rimi? Общий nabor 7 million so'm. Sizning obunachilaringizga necha pul qilib beramiz? 6,5 millionga beraman. Buni oyoqchida panorasi ham bor. Tagida? Mana. Ha, mana bu sofasi ham bor. O, sofasi ham bor ekan. Sofalargacha bor, hamma narsasi bor. Yaxshi, zo'r. Parolo machalkada. Agar matrosli bo'lsa 7,5 million so'm bo'ladi. Mana buni narxini ham xuddi shunday qilib beraman. Mana buni. Tillachalik ekan-a bu aka? Ha, tillachaligi. Buni rangini o'zgartirib beraveraman. Ikkovini ham rangini o'zgartirib beraman. Muammo yo'q. Xohlagan rangida. Xohlagan rangida. Aka, keyin mebellarimiz qanaqa nimalardan ishlanadi? Mana bu har xil nimalari bor-ku. Yaxshi. Vakuumli davchiklar qo'yilgan. Vakuumli mana o'zi yopiladi. Garantiyasi bilan beriladi, to'g'rimi aka? Yevroga yig'iladi. Yevroda yig'iladi hammasi. Hamma narsa yevroga yig'iladi. Mana trimosi ham o'zgacha bo'lib ishlangan. Bu ham termo. Trimo. Bu ham ichida bo'lyapti-da? Ichida bo'ladi. Hamma narsa 6 ta narsasi bo'ladi. Oho, qaranglar. Bu mana bu, keyin bular, mana bu tepadagilar hammasi. Tepada quloqlari ham bor mana. Buni quloqlari buni qo'yiladi ikki yoniga. Oho. 5,5 million so'm bo'lyapti mana. Yo'q, bu 6,5 million so'm. 6,5 million. 6,5 million. Ha, 6,5 million so'm bu, adashmaylik. Buni necha pul deysiz Buni общий komplekt 8 million so'm. O'zini alohida olsalar 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. 5 millionga beraman olishsin. Agar mana buni o'zini olsam. Ha, mana komplekt, spanli. Mana qo'shilmaydi. Sirvanchasi qo'shilmaydi. Ha, bu spanli, mana bu sirvan qo'shilmaydi. Mana bu divani, mana bu narsalari, tipadagi narsalar bilan hamma narsasi 5 million so'm. 5 million so'm bo'ladi. 5 million so'm. Gap yo'q. Xo'p, bir ikkinchi etajga ham chiqamizmi aka? Nima deysiz? Mayli, ikkinchi etajga ham chiqamiz. Qaralarni ham bir ko'rsatib o'tib keting, keyin kelishsa narxlarni aytaveramiz. Bizda qimmat emas. Mana bu necha pul? Umid aka, mana shu aka, mana shu mebelimiz. Buni narxi 10 millionga beramiz buni narxini. Bu 10 million so'm. 10 million so'm. Buni oyoqchida sofalari ham bor, sig'magan uchun olib qo'yibmiz buni. Ha, buni men sofalari bor. Bor. Bu 10 million so'mda ichida qatak shifonyera bo'lyapti. Ikkita tumbasi, mana trimosi, mana termosi. Hamma narsasi bor. Gap yo'q. Baho beringlar. Narxlar qani? Hali mebellar juda ham hozir ikkinchi etajga chiqaman-ku, вообще dahshat ekan. Bu yoqda ham har xil shifonyerlik ranglarini qaranglar. Har xillaridan bor ekan, aziz do'stlar. Bor, hamma narsa bor. Xo'p, Umid aka mebellar ko'ryapman. Mebellar zo'r. Necha yil garantiya beramiz aka? Qarang, bu akrilli laksipilgan bularga. Bu indif bu. Bu indif. Yonlari laminat bo'ladi bularning. Mana shu turishiga 15 yil garantiya beraman. Bir joyiga bir nima qilsa, men javob. Oho, 15 yil garantiya. Xo'p, lokatsiyani bitta qisqacha aytib o'tib ketaylik. Samarqand Tayloqda mana yerda kuruk bor. Kurukdan bu yoqqa qarab yurishadi. Qarshiga
800 metrli yurganda ish yerda. Kurukdan qarshi tomonga 800 metr yurganlaringizda mana shu joyimiz joylashgan. O'zi mana men kadrlarni qo'yapman. Aziz do'stlar, kelinglar yo'lni ustida. Kelasizlar, to'y ma'rakalarni boshlaganlar bormi? Keyin qarang, mana bular bor. Zo'r qilib berishadi. Bular servant bular. Troyka deyiladi bu. Buni narxi 5 million 800 ming so'm. 5 million 800 ming 5 million 800 ming so'm. Bu bitta o'zi, to'g'rimi aka? Ha, mana 3 ta narsa. 3 ta narsasi. 3,5 metr joyga tushadi. Bu yoqda juda ko'p qaranglar. Assortiment qaranglar. Hali biz birinchi etajda shuncha. Mana buni ham 6,5 millionga beraman. 6,5 million so'm bo'lyapti. 6,5 million so'm bo'ladi. Bu yoq. Xo'p, endi buni ichida divani, shifonyeri, yana ikkita tumbasi, termosi, ikkita tumba, termo, hammasi bo'lyapti. Bor, ha. Zo'r. Mana modelni ham oling, mana bunisi ham chiroyli. Qaranglar. Mana bu tomonni ham ko'rasizlar. Bu tomoni aziz do'stlar, mana ko'rib turayotganingizdek, bu necha pul bo'lyapti bunisi, aka? Buni narxi 9 million qilib beraman buni narxini. Bu 9 million bo'lyapti. 9 million bo'ladi, mana bunaqa oynasi bilan. Bu oynalari bilan. Bunda ham oyna bo'ladimi? Bunda ham oyna bo'ladi. Bor. Mana termosi, mana spalni boshi, ikkita tumbasi, har narsasi. Har bitta mebelga garantiyalari bilan qilib berar ekanlar. Bemalol kelaverasizlar. Bemalol. Xo'p, endi ikkinchi etajga ham chiqsak bo'ladi, ha, aka? Mana bir ikkinchi etajda ham ko'ramiz. Ikkinchi etajda ham juda ko'p ekan. Xo'p, Umid akamiz hali birda polni tugataylik deyaptilar. Hali ikkiga chiqmar ekanmiz. Qaranglar, birda shuncha aka assortimentmi, aka? Shunday. Xo'p, Umid aka bir boshdan boshladik, aka. Qaysidan boshladik? Qarang, mana buni narxi 7 millionga beraman. Ikki yonida svitilnigi ham bor. Mana quloqchalari biz panis kichikroq qo'yibmiz. Chunki joyimiz tor uchun. Mana termosi, mana shkaflari, mana ikkita tumbasi, tumbasining ustida svitilnigi ham bor buni. Uzunligi 2.70, balandligi 2.10 buni. Necha pul qilib beramiz buni aka? 7 millionga beraman klientlarga. 7 million qilib beriladi. Xohlasangiz agar qaranglar, mana skromni xohlovchilar bor, matvi ekan-a bu aka. Ha, matvi bu. Bu matvi ekan. Matvi. Shkafning uzunligi ham, balandligi ham katta buni. Aka narsa ilishga zo'r ekanda, Umid aka. Ichida mana kirsam ham, maylimi kirsam aka? Bemalol. Mana qaranglar, ichiga kirsam bemalol saqar ekanmiz. Shunday, bemalol. Xo'p. Bu necha pul aka? Mana shu bu shifonyeri o'zimi yo bu spalnisi bilanmi? Bu spalnisining o'zi bilan komplekt. Bu qimmatroq chiqqan 12 million so'm mana. Bu, ha? Mana bu o'yna qo'yilgan profilli o'yna mana. shu. Buni ichlari ham katta ishlatilgan. 55 ishlatganmiz buni ichlari. Matvi yevroga yig'iladi. Mana anosi, termosi. Mana spalnisi. Bu spalnisi, endi bu katta ochiladi. Bu o'ylamaylik, yana mayda deb. Bu nima, shifonyer shkafi bo'ladi. Xo'p, Umid aka buni balandligi 2.30, uzunligi 2.70 bo'ldi. Pasetka qilib beramizmi ichiga, zakazga? Bo'ladi. Qilib beramiz, muammo yo'q. Bo'laveradi. Pasetka qilasizlarki, vobshe bomba bo'ladi. Muammo yo'q, qilib beramiz. Xo'p, bu o'sha boshqa mayda-la, Umid aka? Bu 7,5 million qilib beramiz. Sal model boshqa bu. Bu boshqacharoq. Boshqacharoq. Mana yerda tortmalari bor. Mana termosi, mana spalnisi. Hamma narsasi bor buni ham. Tortmasi общий 3 talik ekan. 3 talik davchi qo'yilgan, 100% bo'lgan. Mana bu necha pul? Bu naqshli ekan aka, bu naqshlar. Buni naqshligimiz 9 million sotganmiz. O'tgan yili bu yil ham 9 million qilib beraman. Spalni hamma narsasi ichida. Hamma narsasi ichida. Mana bu termosi ham bo'ladi. Termosi ham bor. Operator ko'rsatib Buni sal arzonroq varianti bor. Undan bizada yo'q, Jizzaxdagi magazinimizda bor. Mana tumbalarga ham e'tibor beringda, quloqli bular. Odamlar sal poddelkasini qilishyapti, arzonroq qo'yishgan. Lekin bizada original hamma narsa. Spalni boshlar ham turqovat. Turqovat. Aka, mana bu eshik endi bizada bo'ladi-ku, endi baribir bolachalar bilan yopishsa kraska uchib, bunaqa narsa bo'lmaydi. Hammasi cho'tki turadi. Hammasi cho'tki bo'ladi. Mana bu Aziya rangini ko'ring. Samarqandliklar juda yoqtirishadi. Qaysi, mana bumi? Shokolad esi. Mana bu, ha? Mana bu ham chiroyli. Ha, bu ham chiroyli. Bu necha pul, Umid aka? Buni narxi 8 million so'm buni. 8 million so'm. 7,5 millionga beraman. Bu shifonyeri bo'ladi. 7,5 million so'm qilib berar ekan. Mana spalnis, mana shkafi. Bu, ha? Ha. Mana bu trimo oynasi, mana spalnisi, arkasida shkaf, mana trimosi ham bor, tepada turibdi. Ichida qulog'i bilan turibdi. Endi sizlarga aziz do'stlar, tezroq obzor qilaylik, chunki mebel juda ko'p-da. Har bittasini yoritib berish kerak. Keyin sizlar ham ko'ringlar, assortiment juda ko'p-ku. Kelasizlar, mazza qilib ketasizlar. Yana bitta skromni variantcha bor ekan. Umid aka, mana bu necha pul aka? Buni 10 millionga beraman. 10 million qilib beriladi. Buni ham balandligi 2.30, uzunligi 2.70, shkafni ichlari 55 ishlangan buni. Qaranglar. Shkafni ichlari 55. Ichi ham juda katta. Bemalol ko'rishaversin. Buni aka, mana bu divanchasi ham zo'r. Divanchasi ham bor, termosi ham bor, yonlari avvalni bo'lgan. Hamma narsasi. Bu termosi. Termosi. Bu oynalik ekanmi aka bular? Qora akrilik qo'yishilganda bunga.
Keyin mana ikkita tumbasi tepada turibdi. Ikkita tumba tepada. Zo'r. Xo'p, endi ikkiga o'tamiz. Kelinglar ikkinchi xonaga chiqaylik. Ikkinchida Xo'p, mana ikkiga ham chiqyapmiz. Haqiqatdan ham lekin katta magazin ekan. Operator bitta ko'rsatib yuboring. Kattaligini ko'ringlar. Assortimentga qaranglar. Uyingizga dizaynga moslab har xil assortimentlardan bor ekan. Xo'p, mana bu ham aka chiroyli ekan. Mana bu shkafni uzunligi, qarang. Buni shkafni uzunligi 3 metr, mana spalnisi, mana ikkita tumbasi, trimosi. Buni shkafni uzunligi 3 metr. 3 metr. 6,5 millionga beraman. 7 million sotganman. 6,5 millionga beraman. Sizni onalarga, obunachilaringizga. 6,5 million so'm shifoner, polni. Hamma narsasi. Hamma narsasi. Spalni hamma narsa. Mana bu spalnisimi aka? Ha, spalnisi parolon machalkada bo'ladi. Endi joyimiz to'g'risi kichraytirib qo'yganmiz. Mana bu yangi modelimiz bor. Mana bu. Mana bu, ha? Ha, mana bu bor. Yangi modelimiz. Mana spalnisi ikki yonida quloqchasi ham bo'ladi. Unday bo'lib, davabishni bo'lib turadi. Tepada turibdi. Buni narxini 5 million 200 5 millionga beraman o'lishsa. Narxini 5 million so'm. Ko'rish olsin bemalol. Mana, ichlarini ham ochib ko'rsataylik-da, qarang. Bu tomoni polka, mana bu tomoni vishilka, mana bu tomoni ham vishilka, kalta ko'ylaklik. Mana. Zo'r. Mana bu tomoni mana. Komplet. Aka, bularga hammasiga garantiyani Garantiya beramiz, bir xil. Bir xil garantiya beriladi hammasiga. Kunlarini to'q qilishaversin, chotkaga beramiz. Spalnisi 170 ga 2 o'm bo'ladi. Keyin mana bunimiz bor. Yangi model. Malibu deyiladi. Ha, bu Malibu deyiladi. Malibular akalar bormisizlar, marhamat. Buni narxini 6,5 millionga beraman, mana olasiz. 6,5. Mana tanlab ichlari ham xuddi bu edi. Tepadagilari bilan, ha? Hamma narsasi komplet. Mana spalnisi, mana trimosi 6,5 millionga beraman. Qaranglar, har bittasi har xil ishlangan ekan. Mana buni nimasi zo'r ekan. Mana polkalari, mana ichlari. Mana. Mana bu tomoni. Aka, lekin bitta ana shu shifonerda ham mana buni oching, uzun ko'ylaklik. Oho, qaranglar. 6,5 millionga beraman. Buni uzunligi qancha Umid aka? 3 metr bu ham. 3 metr. 3 metrga beraman. Umid aka keyin buni qilsak ham bo'ladi, ha? O'zimiz aytayotgan narxlarimizni aytib o'tib ketyapmiz. Endi zakazga qarab razmer ham yasab beraverasiz. Farqi yo'q, yasab beraveramiz. Yasab beraverlar. Uyingizga boriladi, zakazga qarab polni yasab beriladi. Keyin men yana bitta bu yoqda nimasiga nima ketdim, deyish ketdim. Mana shunga kelasizlar. Mana materiallar ha bu. Spalni bo'shlarini materialni almashtirib olishaveradi. Spalni bo'shni materiallarini almashtirib tashlasalaringiz ham bo'ladi. Rangidan, xohlagan rangida qilib beraman, moslab. Mana bu modelimiz bor, Kukturpor degan nom berganman va 5,5 million so'm. 5,5 million so'm bo'lyapti. Bundan Xudoga shukr, haligacha sotamiz. Kalta ko'ylak, ichida bitta sepcha, shim qo'yadigan bor. Mana bu tomoni uzun ko'ylaklik. Mana. Mana spalnisi, ana ikkita yonida tumbasi, tremos. Любой обоязgi, divalingizga tushib ketaveradi bundan. Gap yo'q. Yana ketdik dalshi. Umid aka, mana buni nechchi pul aka? Mana bu vashshi zo'r ekan, lekin mana shu. Mana bu o'qish degan nom berganman. Buni narxi haligacha sotaman 6,5 million so'm obunachilarimga. 6,5 million so'm. Aka, lekin mana shunisi yo'qdi menga, zo'r ekan. 6,5 million so'm mana hamma narsasi bor, bemalol ko'rish olsin. Uzunligi 270 buni. Shkafining uzunligi. Bu ko'p uylarga tushib ketadi-da. Hamma uyga tushadi. Hamma uyga tushadi-da bu. Shkafi, hamma narsasi 6,5 million so'm. 6,5 million. 6,5. Bundan tashqari garantiyasi bor. Har bitta mebeliga bemalol kelasizlar. Bemalol kelishib, anaqa qilishaversin. O'zimiz anaqa qilamiz. Keyin mana bu qora shahzodamiz bor, 7 million so'm qilib beramiz buni. 7 million. Buni uzunligi 250. 250. Xo'p, bu yoqda polka. Xo'p, bu yoqda nimalari, ha? Kiyim ilgichlari. Kiyim ilgichlari. Mana bu yoqda polni oyoq kiyimlarini ham qo'shalaringiz bo'ladi, oliflarni. Mana kiyimga qo'yishaveradi. Mana bu tomonni ham oching. Bu tomonni ham ochsa bo'ladi. Lekin eshiklari mana shu aka hozir ko'pchilik shunaqa qilyapti, ha? Shunaqa qilyapti. Mana bu tomon polni polka, mana bu tomoni kalta ko'ylaklik. Kalta ko'ylaklik. Xohlagan dizaynda qilib berishadi. Mana bu spalnisi. Mana spalnisi. Mana ikkita tumbasida ham svitinliklari bor. Bemalol ko'rishaversin. Svitinlik deganingizda endi ikki yonida svitinlik bo'ladi-da. Shuni ham shu bilan beradi. Shuni bilan ichida bo'ladi. Mana ikkita yonida svitinliklari bilan berar ekanlar. 7 million so'mga beraman. 7 million so'm bo'ladi, ha, bunimiz. Shunday. Keling, mana bunisimiz bor, komplet. Mana bumi? Ha. Mana bu shu общий komplektimiz 9,5 million so'm bo'ladi, mana servantlari bilan. Servant, hamma narsasi ichida. Shifoneri, tepadagi termo, hammasi. Shunday. Yangi upakovka pachkada boradi, bu bormaydi.
Mana shu komplet. Agar uzun oladigan bo'lsalar 5 million 800 ming so'm, 4 million so'mga beramiz buni. O'zini. Ha, o'zini alohida bo'lsa. Xo'p, ketdik yana dalshi. Mana bunimiz bor, Panda degan. Mana matroslari bilan 8 millionga beramiz buni. Xo'p, Umid aka, bu mana bu spalni emas, ki mana bu. To'g'rimi? 8 million so'm bo'ladi. 8 million bo'ladi, ha. 3 ta narsasi общий 8 million so'm. Ikkita tumbasi ham bor. Tumbasi hali ustanovka qilganmiz. Mana komplekt. Aka, keyin qarang. Masalan, endi obunachilarim uchun harakat qilaman-da, to'g'risi. Bitta stolcha ham beramizmi yo'qmi? Ichida bo'ladi. Ichida bo'ladimi? Hammasi ichida bo'ladi. Stolchasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Hammasini tuyira olmayman-da bu yerga. Agar bo'lmasa olib berasizmi lekin. Mana beramiz. Bu ham kattagina ekan. Katta. Vahshiy zo'r ekan. Buni mana yerda svitilnilari bor. Bu yonadi, to'g'rimi aka? Yonadi, ha. Kechda mana bular polni yonsa vahshiy, lekin zo'r ko'rinadi. Xo'p, yana dalsh ketdik. Bular-chi aka? Bular 5,5 million so'm. Bu o'zi, to'g'rimi? Ha, komplekt. Troyka deyiladi. 5,5 million. Troykani o'zi 5,5 million so'm bo'lyapti. Mana bu modelimiz bor, yaxshi ketadi. Har yili to'g'risiga 3 yildan beri buni sotamiz. Aha. Obunachilarimizga 5 millionga beramiz. 5 million. Bemalol yoritib ko'rsatavering. Tepa, pas, spalni hammasi 5 million so'm. 5 million so'm bo'ladi. Paroloma chalkada 5 million so'm. Agar matrosli bo'layotgan bo'lsa 6 million so'm bo'ladi. Xohlasa matraslik, xohlasa nimadelik dedingiz bu? Xohlasangiz bu paroloma chalka deymiz. Paroloma chalka. Gubka deyiladi. Gubka. Xohlagan narsa nima qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu ham yangi model. Bu ham yangi model. Buni narxi 6,5 millionga beraman. Buni. Buni ham 6,5 millionga beraman. 6,5 million so'm. Ko'rishsin. Narx-navolar qanday? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, lekin kommentariyada bemalol sizni yorib chiqishadi. O'ylayman narxlar yomon emas. Keyin mana bunimiz bor. Qora shahzodamiz. Qora ko'zimiz bor. Buni narxi matrosi bilan 6,5 million so'm. Biz matros bo'layotgan bo'lsa 5,5 million so'm. Mana ko'rishaversin. Mana bu tomoni. Kalta ko'yli, bitta sefchasi. Mana bu tomoni uzun ko'ylakligi. Bu uzun ko'ylaklar, qaranglar. Mana bu yerda polni kattalarniki bo'lsa, endi baribir hamma nima qilgandan keyin mana bu yerda yosh bolalarniki bo'ladi. Yo'q, yosh bolalarniki yo'q, katta odamniki tushadi bunga. Bu ham katta odamniki tushadi. Katta odamniki tushadi. Ha, rubashkalar polni tushadi, to'g'rimi aka? Ha. Kalta ko'ylaklar, kalta ko'ylak muska tushadi. Xo'p, bu nechi pul dedingiz Umid aka? 6,5 million. 6,5 million. Bu o'zi bu bilan birga bo'lyapti? Birga bo'lyapti. Agar buni olib tashlab parolon machalka qo'yib bersam, 5,5 million so'm bo'ladi. Tushunarli. Agar mana bunaqa matraslik bo'lsa, agar 1 million so'm qo'shilyapti-da? Shunday, 1 million so'm qo'shiladi. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqda yana oqlar bor ekan, mana bu modelimiz bor. Bu modelimizda 7 millionga beraman. Svitilning hamma narsasi ichida. Hammasi ichida. Hammasi ichida. Uzunligi 270 buni. Tepa, pas hammasi hamma narsasi ichida. 7,5 Trimoda o'ynasang, yerda shunday polkasi bo'ladi o'zini. Ularni ham qo'yib beramiz. Hammasi shotki bo'ladi. 7 million so'mning ichida. Zo'r. Dastlabki Samarqand bo'ylab qo'nniqqa beramiz. Magazinga 50 kilometr. Xo'p, mana bunimiz ham bor. Bu ham 6,5 million. 6,5 million. Bu ham chiroyli ekan, lekin ko'rib baho berasa, hammasini dizayn har xil qilib yasagan. Shunday. Mana spalnisiga ham baho berasizlar. Spalnisi ham juda ham chiroyli ishlangan ekan. Xo'p, buni termolari ham bo'ladi-a, yonida? Tepadadir. Ha, tepada bo'ladi. Tepadadir. Bu nechi pul Umid aka? Bu ham 6,5 millionga beraman. 6,5 million qilib beriladi. Matras toptasak 5,5 million. 5,5 million mana buni ham qilib beraman. Mana ko'rishsin. Ko'ringlar, agarda matraslik bilan xohlayman desangiz agar, mana 1 million so'm qo'shiladi-da. Shunday. Xo'p, bu 5,5 million so'm bo'lyapti. 5,5 million so'm. Bunga ham baho berasizlar, buni sifati. 3 ishi kupi deyiladi bu. Mana. 3 ishi kupi, o'rtasi polka, ikki chekkasi vishilka. Yo'q, xo'p. Dalshi yana ketamiz. Spalni hammasini ko'rdilaringiz. Mana bunimiz bor. Yana bor ekan. Bu nechi pul Umid aka? Buni komplekt olishsa 8,5 millionga beraman. Shu komplekt. Ha. Polni. Ikkita. Xo'p, bu shifoner bo'lyapti, bu bizda termo bo'lyapti, to'g'rimi? Bu da sizlarda stinka deb. Stinkada. Endi nimcha? Stinkasi bilan agar o'zini alohida olsalar 5,5 million so'm, 3 million so'm. Agar stinkani o'zini alohida olaman desangiz 3 million so'm ekan. Agar bu spalni ki mana tumachalar bilan olaman desangiz necha pul bo'ladi? 5,5 million. 5,5 million so'm bo'lar ekan. Zo'r. Trimosi ham. Rangi ham chiroyli chiqqan. Da. Xo'p, bu yoqda yana отдельный nima bor? Bu 4 million 300 ming so'm. Qubbaligi bu. Qubbaligi, ha? Ha. 4 million 300. Qubbali deyiladi. Xo'p, dastlabki xizmatlari bor ekan.
ichine Dastavka, ustanovka hamma narsamiz bor. Hamma narsasi bor. Bemalol kunlarni buzmasdan, anaqa qilishsin. Ko'rishaversin, kelishtirib qilib beramiz. gap yo'q. Xo'p, aziz do'stlar, mana yana bitta termo deylasizmi? Shuni oti nima deydi? Bu servant deyiladi. Servan deyiladimi? Stinka deyiladi. Stenka servan. Ko'rib baho berasiz. Bu nechi pul? Umid aka? Bu 4,5 million so'm. 4,5 Chunki ayantida bunaqa paypoqlari bor-da, paypoq bo'lmasa 4 million qilib beramiz. Gap yo'q, mana bu yoqda yana bor. Mana bular bor. Mana bu 3 million so'm. Mana bu 4 million 800 ming so'm. Mana bu ham 4 million 800 ming so'm. Ana 4,5 million so'm. Mana 4,5 million so'm. O'rtada o'yna polkalari bo'ladi, ko'ngillari cho'q qolishsin. Hammasini qilib beramiz. Gap yo'q. Aziz do'stlar, albatta narx-navolar haqida o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Minutimiz ham bir 20 minut bo'lgandir, operator 20 minutlar atrofida bo'ldi videomiz minut. Chunki har bittasini qisqacha sizlarga podrobniy ma'lumotini Umid aka bilan birgalikda berib o'tib ketdik. Umid aka, bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Kelishaversa chotka qilib beramiz. Kelishaverasizlar. Adresimizni o'zi bitta tashqariga chiqib sizlarga polni podrobniy tushuntiraman. Gazini bosib kelasizlar. Polni dastavka xizmatlari bor ekan. Qayerdan bizdan kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Umid aka, rahmat. Dastavkamiz Samarqanddan mana shu magazinni 50 kilometrgacha. 50 zo'r kva. 50 kilometrgacha. Unnayog'i bundan 50 kilometrdan o'tgani 3000 so'mdan boshlanadi kilometr. Kilometr. Dastavka qilib beramiz. Umuman emas. Shahardagilar polni viza qilsalaringiz bo'lar ekanda, даже shahardan sal chiqib telefon qilsangiz 50 kilometr ham normalniy. 50 kilometrgacha dastavkamiz bor. Zo'r aka. Jizzaxdan 150 kilometrgacha. Akaga bitta like bosib qo'yasizlar. Albatta polni endi sizlarga adresni tushuntirib o'taman. Aziz do'stlar, sizlarga endi lokatsiyani qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Qaranglar, mana bu betonka. Mana bu u tomondan kelsalaringizga Tayloq qurugidan kelasizlar. Tayloq qurugidan 800 metr o'tganlaringizdan keyin Mebel Usk Turk keladi. Mana katta zdaniya, 2 qavatlik. Kelasizlar, albatta narxlarni chiroyli qilib berishadi. Albatta aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Polni ma'lumotlar berishga harakat qildik. Layklar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarga uchrashguncha xayr.